Hürmetlik vatandaşlık siyana davamlaştırımız. Bugün Çislağa 2020 yıl 9. ayının 8. gün heptigi seyşembe. Endiki mavzumunda hürmetlik vatandaş. Amerika Koşmuş Ştatları Şinjan'dan paxta import qilishni cheklashni o'ylashyapti. Amerika matbuotlari yer shari kiyim-kechak ishlab chiqarishiga zo'r ta'sir ko'rsatdi deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 9. ayning 8. kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Xabardor kishilar bundoq oshkoriladi. Amerika Qo'shma Shtatlari majburiy emgakni sabab qilib ko'rsatib, Şinjan'dan, mustamlika Uyg'uristondan import qiladigan paxta. Paxtani qisman yoki umumyuzlik cheklashni o'ylashyapti. Aloqador siyosat tez bo'lganda 9. ayning 8. kuni o'tirg'i chiqdi. New York Vaqt gazeti 9. ayning 8. kuni bunda xabar qildi. 3 nafar xabardor kishi oshkoriladi-ki, Prezident Trump hukumati Şinjan'dan qisman yoki umumyuzlik, mustamlika Uyg'uristondan qisman yoki umumyuzlik paxta import qilishni o'ylashyapti. Şinjan'dan qisman yoki umumyuzlik paxta import qilishni cheklashni o'ylashyapti vatandoshlar. Tushib qoldi shahat. Aloqador siyosat 9. ayning 8. kuni o'tirg'i chiqdi. Bundan burun xabar qilib bundoq ko'rsatilgan. Şinjan'da yana mustamlika Uyg'uristonda Jungo hukumatining majburiy emgak kesilishi hodislari ko'rildi. Tahlil qilib bundoq ko'rsatildi. Yo'lga qo'yiladigan Şinjan'dan yana mustamlika Uyg'uristondan import qilishni cheklash buyrug'i, paxta import qilishni cheklash buyrug'i yer shari kiyim-kechak ishlab chiqarish sanoatiga og'ir ta'sir ko'rsatdi. Yo'lga qo'yish mumkin bo'lgan cheklash buyrug'i kiyim-kechak ishlab chiqarish qatorliq bir qator mahsulotlarga ta'sir ko'rsatdi. Bu cheklash buyrug'ining doirasi qanchalik hozircha aniq emas. Cümleden Şinjan, yani mustamlika Uyg'uriston va butun Jungodan mal tarqatadigan paxta mahsulotlarini o'z ichiga oladi. Şinjandan, yani mustamlika Uyg'uristondan paxta import qilib, mal tarqatadigan 3-chi davlatdan mal tarqatishni o'z ichiga oladi. New York Vaqt gazeti xabarida bundoq ko'rsatdi. Paxta import qilishni cheklaydigan barliq tadbirlar yer shari paxta mahsulotlarini ishlab chiqarish sanoatiga zo'r ta'sir ko'rsatdi. Şinjan, mustamlika Uyg'uriston Jungo zavodlari paxta to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqaradigan va tosh paxta mahsulotlari va yana boshqa tovar mahsulotlarni ishlab chiqaradigan xom ashyolarning manbaidir. Ara shu ikkisimi? Dovitor bitti. Faqat ishki mahsulotni ishlab chiqaradigan xom ashyo bazasi Şinjan degan mustamlika Uyg'uriston ishlab chiqaradigan xom ashyolarning manbaidir. Nurg'unlagan eng zo'r va eng atoqli kiyim-kechak markalari Jungoning ta'minlash liniyalariga berib taqiladi. Paxta import qilishni cheklash Amerika Qo'shma Shtatlarining nurg'unlagan atoqli kiyim-kechak markalari Jungoning ta'minlash liniyalariga berib ketiladi, tarqaladi. Jumladan Şinjan'da ishlab chiqarilgan paxta va paxta mahsulotlariga berib ketiladi. Tahlil qilib bundoq ko'rsatdi. Şinjan'dan ya mustamlika Uyg'uristondan paxta import qilishni cheklash buyrug'i kiyim-kechak mahsulotlari markalarining Jungodan chekinishiga olib keladi. Uzundan beri davomlashib kelayotgan Amerika-Jungo savdo urushi va Amerika-Jungo o'rtasida keskinlashayotgan jiddiy munosabatlarda nurg'unlagan shirkatlar kiyim-kechak ishlab chiqarish sanoatlarini Vietnam, Bengal, Indoneziya qatorliq davlatlarga yetkazib ketdi.
9 ayının 4-cü günü Bayanatçı Hua-Chunyun muhbirlarını kütüp eleş yığınıda mındaq dedi. Amerika taraf Şinjan'a çetilediğen meselelerde toxtamayı sözləvatıdır. Ak-qarana üstün qılıvatıdır. Şinjan müstemlik Uyg'uriston meselesi millet meselesi emas. Dini etiqad meselesi emas. Kişilik hukuk meselesi mu emas. Belki Şinjan müstemlik Uyg'uriston meselesi zo'ravonlarga qarshi turish meselesi ve bölgünçülük'e karşı turish meselesidir. Hua-Chunyun hanım sizge bir sual koyup koyayım müşiyagi isimdi başaqda. Şinjan meselesi bölgünçülük meselesi iken nime üçün bölgünçülük kılıdı Şinjan meselesi? Müstemlik Uyg'uriston meselesi bölgünçülük meselesi iken nime üçün bölgünçülük kılıdı? Uyg'uriston meselesi özünüzün sözünü yandırıp özünüzge sual koydum. Bu qatımkı muhbirlarını kütüp eleşigine de cevap berersiz dep oylayman Hua-Chunyun hanım.